Ketma-ket kelgan va sanash ohangi bilan aytilgan so'zlardan keyin virgul qo'yiladi. Alohida olingan so'zlar uchta modal taklif etiladi. Gap tugallanmay qolsa 3 nuqta qo'yiladi. Qolsa. To'g'ri gapir. Taklif so'zi 2 ga bo'linadi. Uchga bo'linadi. Tasviriy matn, muhokama matn va hikoya matn. Sifatlar odatda otga bog'lanib keladi. Ikki yoki undan ortiq kishi o'rtasidagi suhbatda dialog deyiladi. Son shaxs va narsaning sanog'ini bildirgan so'zlar son deb ataladi. Kelishga 6 ta. Atab qo'yilgan otlar atoqli otlar deyiladi. Tasvir qarorlansizlar. So'zga teng bo'lgan so'z bora deyiladi. Naf tovushlari b, b, m, f, v. Tinish belgilari 10 ta. O'zbek tilida tinish belgilari 10 ta. To'liq qoidalar. boshqa aytgan gapi monolog deyiladi. Ismini ayt. Harakat 3 ga bo'linadi: majburiy, zaruriy, ixtiyoriy. Ixtiyoriy. Malika, orqadagi nima qoldi? Gulur hisob. Malikaga ber, o'rgimga. Qani o'rgimchagimizga kim xo'rak bo'layotgan bo'lsa? Matn, mazmun va grammatik jihatdan bog'langan gaplar. Tezlashamiz. Yuklama 3 ga bo'linadi. Yuklama, Yordamchi so'zlar 3 ga bo'linadi: yuklama, bog'lovchi va ko'makchi. ko'makchi. Olib kelmang endi. Qo'ldan qolmadi hech gap. Orada ustozlar qo'lida, ustozlar qo'lay tutamiz. Mana, demak, nima bo'ldi? O'rgimchak to'rimiz paydo bo'ldi. Bir-biriga bog'langan holda o'rgimchak to'ri paydo bo'ldi. Bundan asosiy maqsadimiz birlikni ko'rsatish edi, jamlikni ko'rsatish edi, do'stlikni ko'rsatish edi.